Azizlar, biz Görturg'ala bugun Xudo xolasa aytib o'tganimizdek Nur supermarketining ochilish marosimi bo'lib o'tadi. Hozircha ochilish jarayonida tayyorgarlik ishlari davom etib turibdi. 2025-yil 25-oktyabr sanasida bugun Xudo xolasa ochiladi bu yerimiz. Keyin o'zimiz xalqimiz uchun hamma shart-sharoitlar yaratilgan. Kelib bemalol xarid etaverasizlar, hamma narsa bor. Assalomu alaykum. Ishlar o'ng'ina bo'lsin. Rahmat. Marak bo'lsin. Rahmat. Xalqning yaxshi kunda buyursin. Rahmat. Ichki shart-sharoitlar va Nur market, katta market zo'r bo'libdi. Men ko'rganim bo'yicha Festastanka ko'p shart-sharoitlar bor ekan. Ozgina ma'lumot bering, Xudo xolasa obunachilar ko'radi. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha navbatda assalomu alaykum, hamma yaxshimisizlar? Shu o'zimiz aylaviy tadbirkorimizni boshladik. Bugundan boshqa qasddan asabız 1 soatdan keyin Xudo xolasa ochamiz. Birinchi etajimiz oziq-ovqat do'konlari. Hamma shart-sharoitlarimiz bor. Xalqimiz uchun eng zamonaviy holatda Xudo xolasa tayyorgarlik ko'rdik. Ikkinchi qavatda jajji bolajonlar uchun o'yingohlar tashkillashtirdik. Inshaalloh Xudo xolasa shu yerda hammamiz kutib qolamiz. Ishlar o'ng'ina bo'lsin.